biznes bitta narsa, tarbiya bu alohida. Boshqa. Konkret shug'ullanasiz. Esingda bo'lsa, biz hajga borganimizda, o'sha yerda unaqa palatkada o'tiribsiz. Biz karantindan keyin bordik, mana shu bo'shroq mahal edi. Aytibdi, zo'r, yaxshi ekansizlar deyaptilar bitta amaki. Lekin bolalar tarbiyasiga alohida e'tibor berishlik kerak. U alohida demak. Uni yo onasi yo otasi konkretni vaqt ajratish kerak ekanda. Nima uchun mana Abduqodir Qulsanov chempion bo'lyapti yoki boshqasi va otasi uspеха, один из факторов успеха ota bu yerda. Sport qiyinroq. Tiyim bo'li, milliondan qancha bitta. Siz birovga qaytanga mehr bera olasiz, o'zingiz farzandingizga chувствительныйroq bo'lasiz-da. Qayerdadir o'xshamasa bilan anaqa qilasizlar yondashish. Chувствительный bo'lsa, o'xshamagan joyda qanaqadir sal emotsiyalar ketadi-da. Shogirdda sal baribir nimasi bor, subordinatsiyasi bo'ladi. Menda shu o'g'limdan unaqa perexodnoy bo'lganda, bir perexodnoy bormi, yo'q bilmayman, xullas yuksalishga berganman. Yuksalishda shu Muhammad Allah shu menga yoqqan. Lekin bergan. Ular tushuncha berishgan. Biz ham eslasak Murodxon akam ham Murodxon Nazarov o'g'illarni poligrafiyaga ishga bergan. Ya'ni ishlasin deb. Shuning uchun san ham bir aytganingda biz ham o'zi borlaringizni o'zingiz ishlatishingiz kerak emas ekanda, birovga berish kerak. Chunki ishchisani o'g'li menda o'zingizni biznesingizda. Hamma yeydigan ovqatni yesa ham ishlik sharoit ko'rsin. Bular uchun 1 million ham 5 million ham bir xilda hozir.